sizlarga yana boshqa skidkadagi o'yinchoqlarni ham ko'rsatib chiqaman. Qaranglar, bolalar uchun mo'ljallangan shunaqa stulchilar atigi 29 ming so'm. Ovqatlanish uchun stulchilar. Bular ham atigi narxi 29 ming so'm. Hozir mana narxi 15 ming so'm. Bemalol ulgurib qolinglar farzandlaringiz uchun. Hali narxi qimmat, keyin olib beraman degan bo'lsanglar, imенно Mitoy do'koniga kelib olib berishinglarni men tavsiya qilaman. Ko'rishingiz mumkin variantlari bor, qiz bola, o'g'il bola uchun. Aynan yozda maza qilib o'ynaydigan o'yinchoqlarga kiradi. Mitoy do'konida podval o'yinchoq bo'limida shunaqa bolalarning aqliy salohiyatini oshiradigan kitoblarni ham olsanglar bo'ladi bemalol. Ko'rishingiz mumkin rasmlari bilan qiziqarli qilib. Qaranglar, bu yoqda shunaqa kattagina bo'lgan dumaloq variantli palatkada atigi 59 ming so'm. Qaranglar, variantlari bor ekan. O'g'il bola uchun ko'p varianti, qizlar uchun uchta varianti. Qaranglar, farzandinglar uchun ikkita stullar shunaqa chiroyli dizaynda o'g'il bola, qiz bola uchun mo'ljallangan atigi 299 ming so'm. Bunaqa narxda menimcha bunaqa takoy stulni ko'rmagan bo'lsangiz kerak. Даже mana bunisi 249 ming ekan. Mitoy do'konida shezlonglar hozir skidga tushgan 83 mingga. Qaranglar, variantlari bor. Ko'k, qizil, yashil, oq bemalol olib kelib Mitoy do'konidan xarid qilsanglar bo'ladi. Bu yerda hamma narsaga vibr bor. Ya'ni oziq-ovqat deysizlarmi, qo'shimcha bolalarning ovqatlari deysizlarmi, o'yinchoq deysizlarmi, kiyim-kechakmi, hammasi bor. %50 skidkada shunaqa chiroyli o'yinlar. 7 mingga futbolka ko'rganmisizlar? 7 ming. 25 mingdan qizlarimiz uchun shunaqa chiroyli bo'lgan kurtkadan qaranglar. Bir-biridan chiroyli.